Buning yoqish uchun mana bu yerda yashil tugmasi bor, ustiga bitta bosamiz. Bu yondi. Mana ko'rib turganingizdek mana yonib turibdi. Hozir yorug'ligi uchun yonmayapti. Masalan, hozir xonamiz yoriq, shuning uchun yonmayapti bu. Endi qarang, mana bu panelda, ya'ni kechqurun bo'lganda qorong'i bo'ladi. Mana ust tomoni qorong'i bo'ladi, sezuvchi datchiklari mavjud. Hozir buni ustini yopsam, qorong'i bo'lganligi sababli yonadi. Qorong'ida ham xuddi shunaqa. Mana qarang, mana yondi. Mana yonadi. Chunki men mana bu quyosh paneli mavjud bo'lgan joyda yopib turibman. Bu qorong'i bo'ldi deb o'ylayapti. Shuning uchun yonyapti. Mana hozir o'chib turibdi. Ustiga mana qorong'i qilaman, mana yondi. Yonib turadi. Shu harakat obyekti ketgunicha bu yorug'lik berib turadi bir qancha minut. O'chadi keyin. Avtomatikasiga o'chadi o'zi. Yorib o'chadi. Keyin esa yana bitta buni qulay tomoni bor. Ya'ni datchigi mavjud, qizil chirog'i mavjud. Buning ishlayotganligini anglab turadi. Buni ko'rgan odam buning ishlayotganiga shubha qilmasdan shubha qilmaydi.